Assalomu alaykum. Navoiyshunoslik fanidan yangi bir mavzuyimizni taqdimoti. Alisher Navoiyning Saddi Iskandariy dostoni. Saddi Iskandariy G'arbu Sharqdagi eng mashhur siymolardan Jahongir Iskandarga bag'ishlangan bo'lib, Hamsaning yakunlovchi dostonidir. Iskandar tarixiy shaxs bo'lib, Aleksandr Makedonskiy 356-323-yillarda yashab o'tgan. Uning sharqdagi nomi Iskandar Zulqarnayndir. Uning tarbiyachilaridan biri mashhur Arastu hisoblanadi. U 384-322-yillarda miloddan avvalgi davrda yashab o'tgan. 326-yilda otasi Filip II o'ldirilgach taxtga chiqadi. Aleksandr Makedonskiy 323-yilda 33 yoshida vafot etadi. U sharqda Iskandar Zulqarnayn deb ataldi. Zulqarnayn so'zining ikki ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi shohli degani. Ikkinchi ma'nosi kun chiqish va kun botish hukmdori degani. Navoiy ushbu dostonni Saddi Iskandariy deb atadi. Iskandar haqidagi kitoblarda uning odamxo'r yajudlardan saqlanish uchun ulkan bir devor qurdirgani aytiladi. Bu devor Qarvon o'lkasida Qof tog'ining etagida ekan. Bu devorning tarixan qay darajada aniq va to'g'riligi haqida bir narsa deyish qiyin, lekin uning katta ramziy ma'nosi bor. U ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi devor. Bu devorni barcha xalqlar birgalashib quradilar. Navoiy shu tariqa Iskandarning jahongirligida emas, insonparvarligiga diqqatni qaratadi. Sharqda Hamsa yozgan ijodkorlarning o'z asarlarida Iskandarga bag'ishlangan dostonlarni quyidagicha nomlashgan. Hamsaning 5-yakunlovchi dostoni Saddi Iskandariydir. Nizomiy Ganjaviy o'z dostonini Iskandarnoma deb atagan. Isrof Dehlaviy o'z dostonini Hiratnomai Iskandar deb nomlagan. Abdurahmon Jomiy o'z dostonini Oynai Iskandar deb nomlagan. Alisher Navoiy esa o'z dostonini Saddi Iskandariy, ya'ni Iskandar devori deb atagan. Saddi Iskandariy Navoiy hamsasidagi eng yirik dostondir. U 89 bob va 7215 baytdan tashkil topgan. Aruzning muddaqori bahrida faulun tarzida yozilgan. Asar voqealar Iskandarning tug'ilishidan boshlanadi. Umuman Iskandarning nasl-nasabi antik zamonlar olimlar turlicha fikrlar bildiradilar. Ba'zilar uni Eron shohi Doro IIning o'g'li qilib ko'rsatadilar. Ba'zilari esa Misr firavnlariga olib borib bog'laydilar. Yana bir nuqtai nazarga ko'ra, u topib olingan farzand. Alisher Navoiy dostonida mana shunday topib farzand namoyon bo'ladi. Shoir Iskandar tarixini yozmoqchi emas, Iskandar bilan bog'liq voqealarning ma'nosini ochmoqchi. Shuning uchun voqealar izoh va talqinlar, hikoyatlar, savol-javob va lirik chekinishlar bilan almashinib keladi. Iskandar taxtga chiqar ekan, o'z atrofiga olimlarni to'playdi. Ularning maslahatlari bilan ish ko'radi. U umuman taxtdan bezor otasi unga taxtni topshirishgandagina qattiq tashvishda qoladi. U taxtni olishni umuman xohlamaydi. Bir yoqdan ota vasiyati, ikkinchi tomonda taxt ishlariga o'zida rag'bat sezmaslik. Oxiri xalqni yig'ib maslahat soladi. Xalq uning shoh bo'lishini qattiq talab qilib turib oladi. Shundan keyingina Arastu tojini olib uning boshiga kiygizadi. Shunda ham u el oldiga shart qo'yadi. Kimning arzodi bo'lsa, shohni o'zi bilan teng ko'rib, ahvolini aytishni so'raydi. Shundan so'nggina davlat ishlariga kirishadi. Avvalo mazlumning haqqini haqlab, zolimni qulini kalta qiladi. Adolatni yo'lga qo'yadi. Fuqaro ehtiyojini hisobga olib, uni 2 yillik soliqdan ozod etadi. Ushbu dostonda shoir bir soatlik adolat farishtalarining va dunyodagi barcha insonlarning toatidan afzal degan hadis keltiriladi. Bu bilan shoir shu davrdagi shohlarni va shahzodalarni insofga chaqiradi. Jumladan Navoiy urushining manzaralarini chizar ekan, bu manzaralar beixtiyor temuriylar, xususan Husayn Boyqaroning o'z o'g'illari bilan bo'lgan kurashni esga oladi.
Ato bir tarafgar yurur fil masal, yana jonib o'ssa o'g'ilg'a mahal. Ikkisig'a kun ota solg'ay g'azab, ul o'tqon icharg'a qilib tashnalib. Ato jon berib o'g'lin o'ltirgali, o'g'il ham anga tegili kun surgali. Qarindosh topsa qarindoshini, damodam tilab kesgil boshini. Qondosh qarindosh shu ahvolda bo'lsa yotlar qanday bo'ladi? Bu nav o'lsa mundoq ikki zodaro, ne bo'lg'ay gumon qil ikki yodaro. Xuddi shu o'rinda shoir ikki jahongir, Chingizxon va Xorazmshoh urushida ikki do'stning ittifoqligi daf etgan haqidagi rivoyat keltiriladi. Dostonda Iskandar tarixini yaratish maqsadi qo'yilgan bo'lmasa-da, kitobxon uning urushlari haqida ma'lum tasavvurga ega bo'la oladi. Masalan, Iskandar Eronni egallagach, jahonni fath etishga kirishadi. Ko'p podshohlar unga bo'yin egib keladilar. Kashmir, Hind, Chin xoqonlariga o'zlarini tortadilar. Iskandar Xuroson va Movarounnahrni qo'lga oladi. Hirot, Samarqand shaharlarini egallaydi. So'ng Kashmir ustiga qo'shin tortadi. Ilm va hikmat bilan Kashmirni zabt etadi. Buni ko'rgan Hind shohi Iskandarga urushsiz tobe bo'ladi. Chin xoqoni elchi kiyimda Iskandar huzuriga kelib, uning sha'nu shuhratiga tan beradi. Sovg'a salomlar bilan Jahongirga peshvoz chiqadi. Iskandar Mag'ribga yo'l oladi. Suv quruqliklardan o'tib Mag'ribga yetib boradi va uni o'ziga bo'ysundiradi. U yerdagi aholini vahshiylardan himoya qiladi. Shimol safarini boshlaydi. Navoiy o'z oldiga qo'ygan maqsadini sharaf bilan ado etdi. O'z davrining mashhur shoirlari e'tirofini qozondi. Jomining yuksak bahosiga musharraf bo'ldi. Sad Iskandariy so'ngida ham Zabbai Sayyordagi singari ustozlar bilan g'oyibona muloqot bor. Navoiy o'z hamsasini yakunlaydi. Uni boshlashdan oldin borib fotiha olgan ustozi, ya'ni Piri Jomiy huzuriga boradi. Ustoz kitobni varaqlar ekan, iste'dodli shogirdi sha'niga yuksak maqtov so'zlarni aytadi. Navoiy bir lahza xayolga cho'mib, Firdavsiy, Nizomiy, Sa'diy, Sheroziy, Xusrav Dehlaviy kabi buyuk shoirlar bilan muloqotga kirishadi. Ustozlar uni muborakbod etiladi, haqqiga duo qiladilar. Darhaqiqat, Nizomiy va Xusrav Dehlaviydek shoirlardan keyin hamsa yozmoq buyuk jasorat edi. Bu borada katta tajribalari bo'lmagan Turkiyada yozmoq esa 100 karra jasorat edi. Bugungi taqdimotimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.